Bugun migratsiya bo'yicha kutilmagan ma'lumotlar e'lon qilindi. So'nggi bir oyda O'zbekistondan chiqib ketayotgan fuqarolar soni rekord darajaga yetdi. Faqatgina bir kunda minglab odamlar chet ellarga ish izlab yo'l olmoqda. Eng ko'p yo'nalishlar Rossiya, Turkiya va Janubiy Koreya. Statistikaga ko'ra, ketayotganlarning asosiy qismini 20 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etmoqda. Mutaxassislar ogohlantirmoqda. Migratsiya imkoniyatlar bilan bir qatorda katta xavflarni ham olib kelmoqda. Chet elda ko'plab fuqarolarimiz og'ir mehnat, huquqiy muammolar va til to'siqlariga duch kelmoqda. Eng achinarlisi, ayrim hollarda bu holat oilalarning ajralishiga, sog'lik muammolariga va hatto fojialarga sabab bo'lmoqda. Savol tug'iladi: migratsiya kelajak sari yo'lmi yoki millatimiz uchun eng katta yo'qotishmi? Vaqt ko'rsatadi.